Insofing bormi? Shuncha yurasanmi? Like and subscribe in the next 3 seconds. Har bir kilodan 200 gramdan olsam, odamlar bilib o'tiribdimi? Ana 1 kilo deb sotaveramizda. Ana bo'ldi. Mana endi makaronni ham 1 kilo deb sotaman. Assalomu alaykum, guruch bormi? Ha, bor. Nechta kilo beray? 1 kilo berib yuboring. Tayyori bor, hozir olib beraman. Mana. Rahmat. Sog' bo'l. Jiyan. Xo'p, tog'a. Sen do'konga qarab tur, men uyga o'tib kelaman. Xo'p. Shakar bormi? Ha, bor. 1 kilo berib yuboring. Mana ki. Aka. Rahmat. Jiyan, charchab qolmadingmi? Mana narsalarni olib qo'y. Insofing bormi? Shuncha yurasanmi? Tarozing yo'q. Xo'p. Qara 200 gram kamligini. Pulimi qaytarib ber, noinsof. Mana, uzr aka. Tog'a ozgina anglashilmovchilik bo'lib qoldi-ku. Jiyan, qara. Har 1 kilo shakardan 200 gramdan olsang, 10 kilosidan 2 kilo qolib turibdi-da. Bu foyda emasmi? Tog'a, axir bu harom-ku. Sizni bunaqa odam deb o'ylamagandim. Xudodan qo'rqing.